O'zbekiston. Turizm bu shunchaki dam olish emas. Bu millatning imiji. Yangi manzil, har bir qadam yaqin orzu. O'zbekiston boy tarix, bebaho meros va asrlar davomida yashab kelayotgan urf-odatlar maskani. Bu yurtda har bir qadam tarix, har bir manzil hikoya. Bizning madaniyatimiz, mehmondo'stligimiz bizning kuchimizdir. Milliy taomlarimiz qalbimiz iliqligi, hunarmandchiligimiz qo'llarimiz san'ati. Harda yashar nafas, bir bor kelsang yana kelasan, bu yurt seni eslab. Turizm bu sayohat emas, bu ozlikni dunyoga namoyon etishdir. O'zbekistonni kashf eting va uning haqiqiy ruhini his qiling.